Assalomu alaykum kanalimizda hurmatli obunachilar. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerlaridan birida joylashgan, shuningdek 1, 2, 3, 4, 5 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan ikki xonali korobka hovli bilan tanishib chiqamiz. Dokumentda to'g'ri adlaringizni o'tadi hurmatli obunachilar. Dokumentindan muammo yo'q, ko'rib turganingiz endi belli. Bir hozirgi vaqtda faizli bo'lib ketdi. 2.800.000 dan boshlanadi bu yerda startoviy bahasi. Hurmatli obunachilar, baholarni ko'ringlar. Shuning uchun ham mo'hay tomon o'sib boradigan investitsiya ko'chmas mulk bo'ladi hurmatli obunachilar. Deski plashatkalari bor. Bu tarafda voleybol basketbol o'ynagan plashatkasi ham bor. Mashin qo'yadigan mashin turargohlari, ya'ni stoyankalar ham bor hurmatli obunachilar. Nima deymiz? Bu tarafimizda maktab yana bunday. Maktab ham bor, bog'chasi ham bor. Eldindan transport yurib turibdi. 3-marshrut yurib turibdi eldindan. Ko'chalari beton bo'lgan, gazollar ekilgan. Xudo xolasa. Mestasi yaxshi. Ko'rib turganingiz bu yerda уже ko'p odam ko'chib keldi, hurmatli obunachilar. Yashab o'tiribdilar. Agar shuda yashab o'tirgan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, like, kommentariya, ya'ni like bosinglar, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringizni bir fikrlaringizni qoldiringlar. Bu yerda yashash nechik, tak obslujeniyalari nechik, transport qatnovlari nechik yurib turibdi ekan, shularni bir xudo xolasa yozib qoldiringlar. Ne uchun desa, reklama etgan vaqti joy odamlar kelib joy olishi uchun. Shuning uchun joyimizni kommentariy yozib qoldiringlar, shu yerda yashab o'tirgan odamlar bo'lsa. Hurmatli obunachilar, qani yetdi kelsa ichalar bilan bir danishamiz. Undan bir gap aytib o'tchakman. Agar kimda kim ko'rsatgan satchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishlari mumkin. Silkalarni YouTube ochgandan har bir videoni kommentariyada tashlab boramiz. Girib paspa qilib qo'ysanizlar, xohlasanizlar Telegram, xohlasanizlar Instagram. Hurmatli obunachilar, bir like bosib, kommentariy yozib turinglar. Biz esa ichalar bilan bir danishishni boshlaymiz. Domimiz podvalli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning prixожий zona bo'ladi bu yer, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz sanuzel, vanna, tualet, kuxnya, spalnya va zal. Mehmonxona. Simlari medniy, hurmatli obunachilar. Montaj medniy etilgan. Yana bunda bizning vannamiz. Vannamiz ham dahshat. Hurmatli obunachilar. Endi mutozini berib qo'yib bersangiz bo'ladi ekan. Kanalizatsiyalar, suvlari o'tgan. Doğru kafel bosib bersangiz bo'ladi. Yana bunda bizani отопленияsi, yana bu ikkisi, yana bu bizani issiq suv, yana bu sovuq suv, kanalizatsiya, gaz tubollari ham tushgan. Yana bunda ventilyatsiya to'g'ri uchiga chiqib turibdi. Devorlari bir ikki qator bir rodbon turib, uголокdan qisib qo'yibdilar. Ya'ni to'g'ri metodon remontni boshlab beraverasizlar. Xolasa. Yine simleri medniy hammasi. Gökdoğlarımızın. Yine bunda bizden spalnimiz. Burada üçlüğümüzde çıkan bellerimizden şpaklofyadan çıkıp rodbon turulup tuttu. Polnusu ayak dileri maşinkede kuyulgan. Elektromontajda etilgende, yani nesine kolsasını koyup rozeti kulçatını koyup veresizler. Yine bunda bizden zalımız. Tabi uçuğuna 5 öyle rezmede çıkan buladı. Birimizden gökdoğlarımızın şpaklofka rodbondla vurulgan, elektromontajla kılıngan, medniy simden akfa plastik ramları var. Ayak dileri koyulgan. Hürmetli obunachilar, vecimiz zor. Dokument, samimiyatli dokumenti var. Doğru adlarınızı ötedin. Kvadratını 7 milyondan da tuttular, üstünde 1-2 so'm gelişip beradi. Hurmatli obunachilar, dokument chiqib turibdi, to'g'ri oformleniyaga kelib, remontni boshlab beraverasizlar.
Hurmatli tomoshalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetib boradir. Keyingi rolikda görüşünüzce deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomizni yoqqanmizda shu like, kommentariy kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizni boshlashimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi rolikda sog'likda, omonlikda görüşünüzce deb qolamiz. Hammaga yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli tomoshalar, like'larni gumburlatib, film o'rtalarni kommentariy yaxshisini qoldiramiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.